kimyoviy element atomining 5-pog'onasida 5 ta elektron bo'lsa, elementning elektron konfiguratsiyasini ko'rsating. Variantlarni yozib oldik. Demak, 5-pog'onada 5 ta elektron bo'lishi kerak ekan. Va mana bu pog'onalarni ko'rsatadi. Pog'onalar S pog'onachadan boshlanadi, keyin P ga o'tadi. S pog'onachaga 2 ta elektron sig'adi, P pog'onachaga 6 ta elektron sig'adi. Shunda 5-pog'onada 5 elektron chiqishi kerak. 5s2. Demak, 2 ta elektron bor 5-pog'onada. Bu 5-pog'ona emas. Demak, bu shart bajarilmadi. Chunki 5-pog'onada 5 ta elektron bo'lsin degan, 5-pog'onada 2 ta elektron. 4-pog'ona haqida aytilmagan. Nechta bo'lsa, u shart haqida aytilmagan. B'si 5-pog'onada 2 ta, 5s2 va 5p3. 2 ga 3 qo'shsa 5 bo'ladi. Demak, 5-pog'onada 5 ta elektron to'g'ri keladi. S 5-pog'onada 5s1 bitta elektron. Bu 5-pog'ona emas. Demak, 5 ta elektron emas. To'g'ri kelmaydi. 5s2 2 ta elektron, 5p5 5 ta elektron. 2 ga 5 7 ta elektron. 5-pog'onada 7 ta elektron. 7 ta bo'lsin demagan, 5 ta bo'lsin degan. To'g'ri kelmaydi. To'g'ri javob B varianti.